chiroyli qilib obzor qiladilar, o'sha payt ko'rib olamiz. Aka nechi pul? 105 million. 105 million so'm so'rayapsiz. Amerikanga olib bera qilingan. Hamma narsa. Bitta jentraga nimaiki xizmatga ish bo'lsa bari qilingan. Yoqilg'i? Yo'qoldi 4-pakani metan. Yurgani? Yurgani yaqinlashib. 3 kirdan kamroq. Bunisini nima qilamiz? Qo'lda berasiz. 90 million bo'lsa qo'yaylik. 90 qilib qo'yaylik. Ha? Kam bo'lib qolmasin, 90 ga qo'yaylik shuni. 90 million. Misol uchun bundayda, tezroq sotilgani yaxshi. Uni baland qo'ysa, men 150 million desam qo'yib ketaveraman. Baland qo'ysa hech kim so'ramaydi ham, hech kim telefon qilmaydi ham. Uni nima kerak bu misol uchun yolg'onda nima reklama qilib, sotish uchun chiqqansiz, sotish kerak. Sizga ham pul kerakligi uchun olib chiqqansiz, bo'lmasa men nevraydi shuni. Ha? Endi o'zi bir navorotlarni bir ko'rib chiqing, eksklyuziv mutasi o'zimning ichiga 2 ming o'zim chiqaman. Ko'ngli 100 mi? 100 olmaydi-da lekin. 100 olmaydi. 100 olmaydi. 92 qilib qo'yaylik. 92. Ha, 92 ham kammi? 3chi. 93 ham kammi? 5 mi? 5 qiyin hurmatingiz bor. 5 demang. Mana qarang. Siz 95 dedingiz. Siz 95 dedingiz. Men 93 dedim. 94 qilib qo'yamiz. Sizga emas, meniki bularni. 95 dan 1000 so'm kam so'radi. 90 beraman, 90 beraman. Yarim demang shuni. Yarim demang, mana qarang. Barobar qilib qo'yaylik shuni. Yo'q. Undan bir so'm ham kam bo'lmaydi. Endi siz mana obunachilaringizni nomiga mana 500 o'tib berdim. Lekin 1000 so'm ham kam bo'lmaydi. 5 ta to'lam keldi, qaytarib oldim. 94 yarim. Hurmatli Gentra ishqibozlari, Gentrani tuning qilib minaman degan azizlarimiz uchun tayyor tuning qilingan mashina topib qo'ydik biz. 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Passajir oldi krilasida bir qarich, orqa krilasida bir qarich kraskasi bor ekan. Hamma xarajatlar qilib qo'yilgan. Hozir bitta chiroyli